ofitsiantlikdan mobilografiya sohasiga kelib, stabilniy $3000 daromadga chiqqani haqida gaplashamiz. Biza ularning yonida yuradigan 5 minutlik videomiz. Qiz o'rgatgan model qiz. O'sha mana bunaqa olasiz, yuzimni tozalaysiz, o'rgatgan o'shanda. Skrinshotlaringizni tashladingiz-ku? Skrinshotlarni tashladim, hatto mashina olganlar. Mashina olibdi-da. Atrofimda o'sha mobilograflar bor. Chunki bitta salonda ishlaysiz, bitta siz bilan ishlolmaydi. Etapma-etap kelyapman, уже keldim, почти. Millionga chiqadi, обязательно ketidan kirasiz. Yo'q, tushundim. Endi men o'rtacha deyapman hozir. Endi biz pikka aytamizda. $300 normalniy summa bo'lgan. Videosini joyida qilib berishimiz kerak, kачество muhim emas. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan o'quvchimiz qanaqa qilib ofitsiantlikdan mobilografiya sohasiga kelib, stabilniy oyma-oy $3000 daromadga chiqqani haqida gaplashamiz. Bugungi podkastimizning mehmoni Sunat. Sunat, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning podkastimizga. Ozgina o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Meni ismim Sunat. 3 yildan beri mobilografiya sohasi bilan shug'ullanib kelaman. Hozirgi kunda beauty sfera bo'yicha odamlar aytishi bo'yicha nominativ mobilograf. Juda ham yaxshi. Sunat, bizada adashmasam, nechinchi potok? 6-potokda o'qib ketgansiz. Вот. Даже potokim ham eslolmayman hozir, chunki miyamda har xil narsalar aylanadi. Уже ancha vaqt o'tib qoldi. Ancha vaqt o'tdi. Adashmasam 1,5 yil o'tib qoldi, уже kurs bitirganingizga. 2 yil oshdimi? 2 yil bo'lib qoldi. То есть bu 2 yil bo'libdi. Juda ham yaxshi. Shu 2 yil ichida natijalaringiz juda ham yaxshi. Bu natijalar haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Bu sohaga kelib ishingizdan oldin ofitsiant bo'lib ishlaganman deganingiz oldingi martada. Qanaqa qilib shu ofitsiant bo'lib ishlab yurganingizda bu sohaga endi qiziqish paydo bo'ldi? Ofitsiant bo'lib ishlab yurgan paytimda bu sohaga umuman qiziqishim bo'lmagan. Absolyutno qiziqishim bo'lmagan. Bu sohaga qiziqishimga sabab o'zi yoshligimdan bo'lgan ekan. O'zi o'ylab ko'rsam 12 yoshimda o'sha birinchi videoimni eslayman. Seriyada bo'lsa Samsung telefon bo'lardi. Samsung Nokia telefonlar bo'lardi. O'shanda pauza bosib qo'yib, narsani qo'yamiz. Syomka qilib olamiz-da, pauza bosib qo'yib, bu narsani olib tashlaymiz-da. Keyin yana zapisni bosamiz-da, уже bizda fokus как до poslega o'xshagan narsa paydo bo'ladi. O'sha paytdan может qiziqishim bo'lgan shekilli. Hozir o'ylab o'tiraman, shu narsa birinchi meni videoim bo'lgan. Как men uchun lekin vau narsa bo'lganda o'sha paytda. Zo'r. Qayerdan bu sizga turtki bo'ldi? Bu sohada bo'ldi, o'qiyman deb. Bu turtki bo'lgan narsa menga magazinda ishlayotganimda, o'ta magazinda ish boshqaruvchi bo'lib ishlayotgan paytimda Konyana reklamasi kerak bo'lgan. O'zimiz olib yurardik. U payt hali mobilografiya sohasi yo'q edi. Umuman mobilografiya sohasi haqida tushuncha ham bo'lmagan. Menimcha bunaqa kurslar ham bo'lmagan edi. O'shanda menga bitta qiz o'rgatgan model qiz. O'sha mana bunaqa olasiz, yuzimni tozalaysiz deb o'rgatgan. O'shanda o'sha boshlanib ketganman, o'sha qiziqish. Telefon olganmiz, sразу ishxonamda birinchi ishxonaga telefon olingan, iPhone o'sha payt eng chiqqan 8+ eng anaqa bo'lgan paytlar edi. O'sha paytda shu 8+ da boshlaganman. Keyin havaskor mobilograf bo'lib o'zingiz syomka qilib yurgansiz. Havaskor mobilograf bo'lib, yo'q, o'tda to'g'risini aytsam havaskor bo'lmaganman. O'zim xohlamasdan syomka qilardim o'sha payt, chunki u menga qo'shimcha ish bo'lgan. Menimcha bu sohaga qiziqmagan odamlarga, masalan, hozir qo'liga telefon berib qo'ysangiz, yoqmaydi ularga. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan, yoqmagan menga ham boshida. Rezultatlarimni ko'rib, o'sha savdo oshishlarimni ko'rib, o'sha qiziqishim ortgan. Lekin birinchi bo'lib men mobilograf bo'lmaganman, birinchi bo'lib SMMshik bo'lganman. Hozirgi kunda ham o'sha o'zimni mobilograf deb hisoblamayman. Chunki biz mobilografiya sohasini o'zimni tushuncham bo'yicha aytadigan bo'lsam, как marketolog sifatida o'zimni shunaqa sanayman. Chunki professional videograflar, professional montajyorlar juda ham ko'p. Agar bitta masalan klientga professional montaj, professional video kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani emas, montajyorlarni, shu videograflarni chaqiradi katta komandani. Biza ularning yonida yuradigan oldin esingizda bo'lsa, oldinmi hozir ham bo'lsa kerak 5 minutlik foto bor-ku, 5 minutlik videomiz. Videosini joyida qilib berishimiz kerak, kачество muhim emas. Muhimi uni orqasidan kelayotgan klient. Men shunaqa tushunaman. O'zingizni gapingiz esimdan chiqmaydi. Xod sani videoing dешевый video bo'lsa, uni orqasidan senga daromad olib kelsa,
sen o'zingni ishingni ustasisan degan gapingiz esimdan chiqmaydi. U menga motivatsiya ham bo'lgan даже. Zo'r. O'shandan keyin yo'nalishim o'zgarib ketdi. Zo'r. Demak, siz hozir sizni videoroliklaringiz, siz olib berayotgan videoroliklar o'zini orqasidan juda ham ko'p mijozlar olib kelyapti. Maqsadim ham shu, o'zi maqsadim shu. Zo'r, zo'r. Qanaqa brendlar bilan bitta-ikkita brendlarni gapirib o'ta olamizmi? Menimcha beauty sferada yuradigan odamlar polni biladi. Dior Studio o'sha ko'p tarmoqli yaqinda 5-filial ochiladi. O'zbekiston tarixida shuni ham o'tib ketishim kerak. O'zbekiston emas, mana shu O'zbekiston bo'yicha eng ko'p tarmoqli salon Dior Studio. Hech qanaqa bunaqa bo'lmagan hali. Masalan, hamma salon yopiladi, o'rniga boshqa joydan ochiladi. No, Diorda o'sha 5 filial bor. 5 katta tarmoqli. Buni hamma biladi o'sha. Eng katta proyektlardan biri shu. Bo'ldi. Ularga qanaqa endi siz kelishingizdan oldin qanaqa natija edi? Siz bilan uni qanaqa natijalarga erishib kelishyapti ular? Uni natijalarini menga почти har kuni gapirishadi. O'sha bitta keliningdan sunnat bir sezon ishladi. Bitta klientga masalan, bitta videoyimdan bitta sezon ishlaganlar ham bor. Даже sezon deganda 3 oy deyapti. 3 oy emas, yillab ishlaydigan. Yillab. Bir dona videoyimdan yillab masalan bizning soham hamnaqa, beauty sfera hamnaqa, masalan любой mijoz ko'tarib keladi, masalan menga hamnaqa makiyaj qilib bering yoki hamnaqa obraz qilib bering deydi. O'sha videoyimni klientlar masalan kuniga bir 5 ta odam ko'tarib keladi-da, uni уже yiliga hisoblasangiz уже qancha daromad, qancha narsa. Skrinshotlaringizni tashladingiz-ku? Skrinshotlarni tashladim, hatto mashina olganlar bor. Mashina olibdi-da. Mashina olganlar bor, uy olganlar bor. Kia K5 oldim. Kia K5 olganlar, u realniy narsa. U har ko'rganimda aytishadi, hamma joyda qo'rqmasdan bemalol eta olishadi u narsani. Shuni orqasidan endi faqat siz bilan ishlagisi kelyapti odamlarni. Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Meni 2 oylab kutadigan mobil mijozlarim ham bor. 2 oylab syomkalarimni kutib turadigan. Chunki уже odamlar biladi, уже masalan qaysi mobilografi videosidan qanaqa klient kelayotganini. Bu o'zi aslida sir bu narsalarni aytish, motivatsiya bo'lish uchun aytib ketaman. Chunki masalan ko'pchilik qilayotgan ishini tushunmaydi nima qilayotganini. Hozirgi kundagi masalan 100% demayman, 70% mobilograf kачествоga, montajga, o'zini dunyo qarashiga ko'proq urg'u beryapti-da. Bu yerda klientning fikri qiziq emas. Masalan, bir marta ishlab ko'radi, videosini olib beradi, masalan, orqasiga tam qizil svetlar qo'yib, tam европейский qilolmadi deb o'ylaydi xayolida. Ko'p katta effektlarni qo'shib qo'yib. Bu narsalar noto'g'ri. То есть o'zini vkusidan kelib chiqqan holatda emas, o'zini vkusidan kelib chiqib, o'zinikini оправдать qilishga harakat qiladi. Shunaqa mobilograflar bor-da, o'zimni atrofimda shunaqa mobilograflar bor. Chunki bitta salonda ishlasangiz, bitta siz bilan ishlay olmaydi. Ham jismonan, ham bunaqa ulgurmaysiz. Ko'rasiz ishlarini. Zo'r. Demak, klientga olayotgan videoroliklarimiz qanchalik ko'proq natija olib kelsa, shundan kelib chiqqan holatda mijozlarimiz oqimi ham ko'payadi. Sizda qanchalik oqimi shunchalik mana yaxshi ketayotgan ekan, hozirgi kunda moliyaviy tomonlama qanaqa ustuvorliklaringiz bor? Ya'ni qanaqa natijalarga erishdingiz? Bu kursdan oldin va kursga kelganingizdan keyin. Kursdan oldin mana kursdan oldin qanaqa moliyaviy anaqa situatsiyada edingizda, kursni tamomladingiz, ish faoliyatingizni olib bordingiz va nima qanaqa o'zgardi deb aytsa, doy после dedingiz boya. Doy posle'ni ko'ramiz. Kursdan oldin ko'p pul topmoqchi edim, 2 ta so'm sepib qo'ydim deydi-yu. Shunaqa narsa bo'lgan menda kursdan oldin. Hozir Malibu olishga qurbim yetadigan darajada inshaalloh. Zo'r. Uylar olishga shunaqa daromad. Boya gapirib o'tganingizdek, уже uydagilarga ham juda ham katta yordam berib kelayotgan ekansiz. Uydagilarga eng katta yordamim, men shunaqa o'ylayman, farzandlar o'zini eplab, o'z oyoqqa tursa, oila uchun, ota-ona uchun eng katta nima desam bo'ladi? Sharaf deymiz. Sharaf, eng katta yordam desa bo'ladi ota-ona uchun. Chunki ota-ona masalan sizni oyoqqa turg'izguncha ham mehnat qiladi, harakat qiladi. U siz farzand bo'lib ham oilangizni eplasangiz, ham o'zingizni
eplasangiz bu menimcha har bitta odamning niyati ichidagi orzusi o'zi hammamiz shuning uchun yashaymiz-da bu hayotda. Zo'r. Qanaqangi moliyaviy tomonlama narsalarni o'zingizga pozolayt qila olasiz oxirgi paytda? Moliyaviy tomonlama inshaalloh tez kunlarda Uy xarid qilish. shaxsiy uyim bo'lishini o'zi yoshligimdan niyat qilganman. Xudo xolasa. Shunga ozgina уже mana etapma-etap kelyapman, уже keldim почти. Tez kunda yangilik bo'ladi. Albatta e'lon qilaman buni ham Instagramimda xudo xolasa. Zo'r. Hozirgi kunda то есть oylik daromadi stabilniy bu 3000, maksimum qanaqa nima bo'lgan? Давайте shu qiziqda endi hammaga. Maksimum Pikingiz necha bo'lgan? aytsa bo'ladimi? $8 topgan vaqtim bo'lgan kuniga. Bir kunda $8. Shunaqa kunlar. Oyga hisoblaydigan bo'lsak qancha? Oyga hisoblaydigan bo'lsa endi короче kesamiz bu joylarni 5000 6000 bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. То есть hisobga olmagansiz. Lekin mana haligacha ham hisoblamayman. Может undan ham ko'p pul topgandirman. Menda shunaqa sistema bor. Umuman pul hisoblamayman. Rasxotim ham ko'p. Rasxotimni ham hisoblamayman. Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmayman. Lekin hisoblamayman umuman. Masalan, oxirgi pulim qolsa ham, обязательно o'zim xohlagan narsani yeyishim kerak, o'zim xohlagan kiyimni kiyishim kerak. Unga ham o'ziga yarasha sabablari bor. Baribir yoshligingizda travmangiz bo'ladi-yu. Mana shunaqa travma menda bo'lgan. Shuning uchun hozir o'zingizga jalqa qilmasdan yurishni qo'yasiz. Qilmayman umuman. Masalan, pulim yo'q, uy olishim kerak, mashina olishim kerak deb harakat qilib yurmayman. Hammasi bo'ladi deyman. Bo'lyapti. Ko'rganlar deb o'ylaydi meni. Masalan, shunaqa o'zimni ko'rsatishga harakat qilmayman. Aslida ham shunaqa o'zi masalan xohlagan narsamni olishga, xohlagan narsamni yeb, ichib, maza qilib yashashga harakat qilaman. Zo'r. Shu bloger qiz o'rgatib ketdi dedingiz siz boyada. Keyin SMMchi bo'lib ozgina SMM yo'nalishida ishlab ko'rdingiz-da. Bizani qayerdan topib olgansiz o'zi? DIG'ni mana shu o'qishga ham to'g'risini aytsam, unaqa ehtiyojim bo'lmagan, lekin miyamda shunaqa narsa bo'lgan, baribir ba'zi bilim olishi kerak har bitta inson. U payt baribir yoshlik qilganman. Agar o'sha paytdagi hozirgi aqlim bo'lganda, balkim boshqacha sistemada bu narsa hamchi xuddi qilish kerakmi, qilish kerak bo'lgandek kelganman. Ma'lum bir bundoq DIG deb kuzatmaganman, chunki mobilografiya nimaligini bilmas edim. Mana 2 yilgacha mobilografiyani tushunmaganman, video olyapman. Mani orqamdan normal daromad topishyapti, lekin tushunmaganman. Mana shu 1 yil ichida уже shu sistemani tushundim. Qaysi narsa noto'g'ri, qaysi to'g'riligini bildim. Fikrlash doiram ham o'zgardi. Shunaqa. Keyin o'quvganingiz, o'quv jarayonida qanaqa berilgan bilim va ko'nikmalar sizlarga, ya'ni hozirgi kungacha может быть aktual yordam berib kelayotgandir. Uni 2 yil o'tdi. O'qishdan oldin shu narsani ham aytib o'tib ketay. Menimcha motivatsiya bo'ladi. Pulim yo'q, o'qishga deydigan bolalar uchun aytaman. Risk qilish kerak. Men o'sha paytda kelganman, muxlisa bilan gaplashganman, adashmasam. Men telefonda gaplashganman muxlisa bilan birinchi. Gaplashganman-da, menda shuncha pul bor. Keyin qolganini ishlab beraman deganman. O'ylab ko'ramiz deb aytishgan. Menimcha u payt unaqa sistema bo'lmagan. Hozir shunaqa qilib qo'yibsizlar-ku. Hozir 2 marta bo'lib bersa yoki qanchadir bo'lib bersa bo'ladigan qilingan. U payt bo'lmagan, telefon qilib yuboraman degan. Menimcha bir kundan keyin telefon qilib aytilgan, shunaqa mayli deyilgan. Borganman, mana shu bor pulimni berganman, qanchaligi aniq esimda yo'q. $250 yo'q, payt $300 bo'lgan aytgancha, aytsa bo'ladimi narxlarni? Aytaveradi. $300 bo'lgan, 150 gini berganman. 150 gini aytganman o'rtasida 15 kunlarda beraman deganman. Alloh shu darajaga yetkazgan, bir haftada berganman. Shu payt. Zo'r. Endi esda qolarli qanaqa darslar bo'lgan sizga? Nima qaysi tomonlari endi darsda esda qoladigan narsa bitta narsa bo'lgan menga ko'pchilik emas, men hamkasblarimgami yokida короче modelniy syomka qilishim menimcha ko'pchiligiga yoqmaganda. Chunki kulishardi. Shu paytda modelniy syomka qilib kelardim. Aniq esimda sertifikat olayotganimda ham modellik bo'yicha eng zo'r mobilograf deb olganman o'sha paytda. Hamma ko'chalarni syomka qilgan, mashinalarni syomka qilgan. Menimcha bitta men model bilan ishlaganman o'sha paytda.
o'zingizni Точно qiziqishingiz eslayman deb. yo'nalishida. Ha, o'sha yo'nalishim o'sha paytda qiziqishim, chunki menda ba'zi model bilan bo'lgan-ku. Buni yana syomkasini qilganman o'sha paytda. Esimda qolgan narsa shunaqa bo'lgan. Hali yana nimaga bu narsani aytib berayotganimni yana jarayonda aytib beraman. Chunki hozirgi kundagi eng o'zbekcha qiladigan mobilografman, o'zbekcha videolar qiladigan mobilografman. O'zbekcha deganda yana qanaqadir ham o'zbek kinolardan O'zbek kinolardan atribuklarni olib, o'zbek kinolardan mana bu Yulduz Usmonova tam mana shunaqa qulog'imga kimni qo'shig'ini eshitsam video qilaman, millionga chiqadi, обязательно ketidan kredit keladi. Обязательно shunaqa bo'ladi. Hali agar mumkin bo'lsa tagiga qo'yasizlar. Videolarimizni million bo'lganini, qanaqa ahvol olib kelganini. Bitta narsa yana shu qo'shimcha qilib o'tib ketsam bo'ladi. Agarda siz mana shu yo'l yo'rig'ini biladigan bo'lsangiz, даже sizga masalan klientga o'sha targetolog ham kerak emas. Masalan, bitta video orqasidan 20 mingta подписчик kelgan klientlarim ham bor. Zo'r. Shunaqa. Natijalar a'lo darajada. То есть kursda ta'lim olayotganingizda endi qaysi berilayotgani yana boyagi savolim, yana bilim ko'nikmalari sizga hozirgi kungacha aktual bo'lib kelyapti? Bu narsani aytishdan qo'rqmayman ham, yashirmayman ham, uyalmayman ham. Faqat menga shu modelni syomka yoqqan. Modelni syomkalar. Qolgan hech qaysi syomkadan foydalanmadim-da anaqa davomida. Yo'q, sразу o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha ketib qoldingiz. Sразу o'zimni yo'nalish. Lekin bitta narsani qo'shimcha qilib aytib o'tib ketsam bo'ladi. Men nafaqat beauty sfera bo'yicha, men obzorni bo'yicha ham yaxshi mobilografman deb o'ylayman o'zimcha. Chunki obzorni videolarim ham 5-6 million bo'lgan variantlar bo'lgan, yaxshi daromad olib kelgan. Mana yana shunga kelyapmiz. Mobilografiya bu просто так video bo'lish kerak emas. Deb o'ylayman. Pul olib kelish kerak hamma sohada. Masalan, to'yda syomka qiladigan videograflarni olsak, syomka qiladi, masalan, bizdan qimmat syomka qiladi. Masalan, eng arzoni 1,5 ming hozir. 1,5 mingga chaqirasiz to'yingizga. U fleshka yotadi, hayotingizni ko'rsangiz bir marta ko'rasiz o'shani. 1,5 ming расход qildingiz o'sha videoga. U просто video uchun. O'tda studiyaga borasiz. Masalan, to'yda hamma narsamizni mana shu videoda esdalik qolsin deb chaqiriladi aslida. Agar raz esdalik qolmaydigan bo'lsa, bitta boradi, saksdan o'tadi, всё. Biz o'zbeklarda shunaqa ommaga ko'rsatishimiz kerak, hamma narsani maqtanishimiz kerak. Bespolezniy narsaga juda ham katta расход qilamiz. Lekin oddiy mana daromad olib keladigan narsaga pulimizni ayaymiz. Masalan, normalniy mobilograflar nimaga ishgan bilasizmi? Chunki hali O'zbekiston bu narsaga tayyor emas. Mobilografiya sohasiga tayyor emas. Masalan, videograf chaqirib video qilishi mumkin. Videograf masalan $200 gacha olishi mumkin. Eng arzoni. Eng arzon videograflar $200 gacha olishi mumkin. Lekin mobilograf kelib bitta videoni примерно $50 desa, uncha qimmat deyishadi. Chunki $10 100 mingni betinglar, 100 mingni syomka qiladigan mobilograflar ham bor. Endi ular o'zini ishini to'g'ri qilib, agarda videorolikka faqat videorolik uchun emas, aynan shu mijoz olib keluvchi videoroliklar qilishga harakat qilsa, o'zini shu yo'nalish bo'yicha razvivat qilib ketsa, sizga o'xshab, Xudo xolasa yaxshigina klientlarga to'la mutaxassis bo'lib ketadi. To'g'rimi? Birinchi o'rinda men o'zim o'ylashim bo'yicha oldingi sunnatdan ko'ra hozirgi sunnat ish ko'proq opit uchun emas deb o'ylayman. Unaqa fikrlash doiram kengligi uchun, o'zimni fikrimni o'tkaza olganim uchun, masalan, keldim, sizni oldingizga o'zimni fikrimni ayta olmasdan chekkadan syomka qilib ketsam, уже men o'zimni ishimni ustasi emasman. Agarda kelib, mana narsa bo'lmaydi, mana bu narsani qilasan deb o'zimga уверенный bo'lib shu narsani chiqarib bera olsam, men o'zimni ishimni ustasiman. Masalan, tasavvur qiling, keldim sizga, siz yevropeyskiy odamsiz, Yulduz Usmonovani muzikasiga video beraman, sen zo'r bo'lib ketasan dedim. Siz bundoq qaraysiz, ishonmaysiz menga, chunki sizning dunyo qarashingiz yevropeyskiy, такой эстетичный video. Men gapimni o'tkazib shu videoni oldim, natija berdim sizga, natijaga chiqardim.
undan keyin mani klientim mana bu yerdan bo'lib ketadi. Chunki gapimga javob bera oldim man. Umuman shunaqa holatlar bo'lgan. Mana agar kursda bilishadi, shunaqa holatlar bo'lgan. Bu вообще qo'pol qilib aytganda mana shlakskiy dешёвый videolar qiladi. Bu mobilograf cringe videolar oladi degan gaplar bo'lgan. Men haqimda o'zimizni TIJda o'qigan bolalardan ham bo'lgan. Men tushunmaydi, что buni orqasidan именно men o'shalarga isbotlab qo'yish, endi birovlarga nimadir isbotlab qo'yish shart emas, lekin shunaqa qilishga harakat qildim. Babu hamma yo'nalishda o'zingizni ko'rsatishga harakat qilasiz-ku. Mana senga o'zbekcha videolar, hozirgi kunda o'zbekcha videolar virusning hamma joyi bosib ketdi. O'sha meni gapirgan odamlar ham o'zbekcha videolar qilishyapti. Shunaqa holatlar ham bo'libdi. Demak, kritikaga qaramasdan, agar o'zimizni qilayotgan ishimizga o'ylanib bo'lsak, oxirigacha. Yo'q, juda ham zo'r insight etdingiz hozir. То есть именно tajriba emas, именно vaqt o'tilgan vaqt emas, a именно fikrlashimiz o'zgarganimiz doirasida bot именно masalan 5 yillik mobilograf bordir, klienti yo'q. Zo'r. Kecha chiqqan mobilograf bor. Bir hafta bo'lgan o'qiganiga, klienti dahshat. Dunyo qarashi boshqa. Dunyo qarashi bor, o'zini fikrini o'tkaza oladi, qaysi narsa qanaqaligini biladi. Bot aytmoqman-ku. Masalan, men professionalniy mobilograf, professionalniy videograflikka o'qimaganman, men mobilografiyaga o'qiganman. Masalan, men klientimni oldida tez video olishga o'qiganman. Olishim kerak, tez joylashim kerak bo'ldi. Agarda men professional videograf bo'lganimda, konkretni masalan bir kunimni ajratardim syomkaga. Oddiy video uchun bir kunim ketadi, studiyaga gaplashaman, svetla gaplashaman, chiroyli gaplashaman. Kстати, shu joyda shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. Meni videolarimni juda ko'p hozirgi kunda muhokama qilishadi. Agarda men o'sha mobilograflarga o'xshab studiya arendaga olib, 4-5 ta svet olib, orqaga ham tutunlar olib, o'sha 10 yillik tutunlarni orqaga bundoq qilsam, o'sha menda klient bo'lmaydi. Chunki u narsaga sпрос yo'q. Meni yo'nalishim, odamlar tushunsin, meni yo'nalishimda. Может, boshqa yo'nalishda bu narsalar kerakdir, lekin именно beauty sferada hozir o'zini cho'qqiga ketayotgan yo'nalishi bor, o'zini anaqasi bor. Odamlar mobilografiyani tushunmasin, tam masalan kачествоsi video qilsam zo'r bo'lib ketar ekan, o'zbekchaga qo'ysam, tap etib masalan Shiray Jo'rayev muzikasiga birinchi muhabbatimga qo'ydim bo'ldi, million bo'ldi, klientlar zo'r bo'lib ketdi deb o'ylashmasin. Masalan, har bitta yo'nalishni, masalan, mashina olayotganimda men mashinaga o'zbekcha muzika qo'yib qo'ymayman-ku. Xuddi shunaqa narsa. O'zini joylari bor. O'zini yo'nalishi bor. Uyga masalan qanaqa muzika qo'yish kerak? Masalan, modelga qanaqa muzika qo'yish kerak? Masalan, yalang'ochga intirib o'zbekcha muzika qo'ya olmaysiz. To'g'rimi? Masalan, o'zini anaqasi bor. Masalan, syomka qilayotganingizda, конечно, сразу birinchi content plan tuzib olasiz-ku. Content plan tuzib olasiz, keyin shunga qarab aytasiz. Masalan, obrazni ham muzikaga moslaysiz, modelni moslaysiz, joyni moslaysiz. Shunaqa har nima narsa bir-biriga moslashish kerak. Moslashib ketish kerak. To'g'ri bo'lishi kerak. Shunaqa. Zo'r. Shu JJ akademiyamizga yaqinda ro'porosa 3 yil bo'lar ekan. Mana fevral oxirida 3 yil bo'lyapti ish faoliyatimiz olib borayotganimizga akademiya yo'nalishida. Endi qarang 3 yil ichida o'quvchilarimiz orasida har xil natijalarga erishgan o'quvchilarimiz bor. Kimdir ham допустим $4000, $5000 siz даже juda ham katta natijalarga erishib kelyapsiz. Va endi sizdan tajribangizdan siz boshqalarni ko'rib yuribsiz-ku. Endi mobilograf sredniy qancha daromad qilishi mumkin? Mobilograf ya'ni o'zini sredniy biladigan sota olsa, qimmatga sota olsa, masalan kuniga $1000 daromad topsa ham bo'ladi. Kuniga. Chunki aytmoqman-ku, men kuniga $800 topgan vaqtim ham bo'lganda. Yo'q, tushundim. Endi men o'rtacha deyapman hozir. Endi biz pikka aytamiz-da. Ya'ni bunaqa odamlar 100 tadan bitta ikkita odam bo'lib qolishi mumkin. $1000 topsa, har kuni $1000 topmaydi-yu. Masalan, bozorda ishlayotgan paytingiz ham har kun sotsangiz zo'r bo'lmaydi-yu. Masalan, non sotsangiz ham, har kuni odam yeydigan nonni sotsangiz ham har kuni $1000 daromad qila olmaysiz. Maksimum harakat qilsangiz $1000 daromad topsangiz bo'ladi. Bu narsa menimcha hozirgi kunda oddiy hol deb o'ylayman menimcha. Tak, oygacha? Oyiga 10 minggacha topsa bo'ladi.
10 minggacha topsam bo'ladi. 10 ming, men o'zimga uверенный bo'lib aytaman, 10 ming dollargacha men bemalol topa olishim mumkin. Men o'zim xohlamayman u narsani, o'zimni qiynashni. Men agar kuniga 4 talab masalan mendan so'rashadi. Men kuniga 2 ta syomka olaman, inakda 1 ta syomka olaman. Nimaga? Hozirgi kunda shunaqa qilib qo'ydim, masalan, menda hozir yangi yo'nalish ketyapti. O'zim noldan protsessni, dopuslikni videolarini o'zim qilaman hozir. Oldin ko'chirardim, men ham yashirmayman, chetdan ko'chirganman. Masalan, tayyor futajdan ko'chirish boshqa narsa, o'zingiz noldan ideya qilishingiz umuman boshqa narsa. Shunaqa qilaman, o'shaning uchun bitta odamga ko'proq fokusimni qaratish uchun 2 ta, maksimum 3 ta syomka olaman bir kunda. Beauty sfera bo'yicha odamlar tushunsin. Boshqa narsani aytmayapman. Beauty sfera, dopusli modelni ishlashyapman. Yo'nalishlarimiz har xil. Endi beauty yo'nalishi juda ham keng yo'nalishda bo'layman men ham. To есть nafaqat go'zallik salonlari bor. Mana go'zallik salonidan tashqari anaqa nima deydi, svadебное платье deydi-yu. Svadебное платье sotadiganlar bor, утро невесталар bor. Ularning hammasi endi yo'nalishlari har xil. Endi ulardan kelib chiqqan holatda yaxshi ishlasak, foydamizni mukammal tarzda olib borishimiz mumkin. Endi siz ta'lim olayotganingizda, siz o'qiyotganingizda men esimda bormi, yo'qmi bilmadim-ku, o'quv materiallari deb sizlarga onlayn darsliklar bermasdik sizlarga. Ha, onlayn darsliklar bermasdik. Sen aytib o'tib ketdingmi? Ha. Yo, u paytda endi birinchi svet texnikalarini normalniy o'rgatmagansizlar o'sha paytda. Da. Endi kursimizni endi mukammallashtirayotganimizda sizlar tushib qolgansizlar. Hozirgi kunda mana vot hammada shunaqa bo'ladi mana. Menda ham masalan endi rivojlanayotgan paytimda boshqacha sistema, hozirgi kunda umuman boshqacha sistema. Esingizda bo'lsa, birinchi marta intervyu berganimda qilib qolganman-da, to'xtab qolgan, pauza bo'lib qolganman-da, muzlaganman o'sha paytda. Hozir bilmayman, уже yon atrofimdagilar ham aytadi, ancha spokойно, keng. Anaqa uverenliysan o'zingga. Bu yaxshimi yomonmi bilmayman, lekin intervyu turibdi YouTube'da. YouTube'da turibdi, ko'rib olinglar. Mana hali ham turibdi. Shu paytda gapirgandingiz, oyiga mana 5 millioncha daromad qilaman deb gapirgandingiz. Qo'rqib gapirganman, o'sha demoqchi, yolg'on gapirgan bo'lsam kerak, bu ko'pirganman, atak. No, вот YouTube'da ko'rib chiqishinglar mumkin o'rtoqlar. Sunatda oldingi eski 2 yil oldingi intervyusi. U sochlaringiz ham boshqacha edi. Sochlarim o'zi bu obrazlaringiz boshqacha edi. Bu stilim ham boshqacha bo'lgan. Hozir kunda yana o'zgarib turmaydi. Mobilograflarga yana bitta aytadigan gapim, birinchi o'rinda tashqi ko'rinishinglar katta ahamiyatga ega. Sizlarni daromadinglarni oshiradigan narsa ham tashqi ko'rinishinglarga bog'liq. Masalan, men oddiy kiyimda kelsam, bu mobilografga odamlar shunaqa мнение bor-da. Masalan, bu joyga borsangiz, usti boshingizga qarab muomala qiladigan zamonga kelganmiz. Hozir bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmayman. Masalan, usti boshimni o'zgartirgandan keyin ham sezdim, daromadim oshgan. Menga bo'lgan hurmat, masalan, takoy kiyinib borsam, уже menga takoy muomala qilishadi. Oddiyroq kiyinib borsam, oddiyroq nazar bilan qarashadigandek menga tuyuladi. Balkim xato o'ylayotgandirman, lekin bu tabiat qonuni shunaqa. Bu narsalardan qochib keta olmaymiz, chunki shunaqa. Qarang, endi hammamiz rivojlanyapmiz. Biz ham rivojlangan holatda hozirgi o'quvchilarimizga shunaqangi udobstvo qilib qo'yganmizda, sizlarga berilgan bilim va ko'nikmalarni hammasini biz onlayn tarzda muhrlab, уже darslarimizni o'quvchilarimizga o'qitib boramiz. Endi sizlarga savolda, shu 60 tadan ortiq video roliklar hozirgi kunda trendda bo'layotgan effektlardan boshlab beauty yo'nalishigacha darslar ham to есть mobilografiya sohasini o'zlashtirish uchun noldan professional darajagacha beriladigan bilim va ko'nikmalar hammasi o'ziga vkladovat qiladigan, o'ziga yig'ib olgan bitta kursi bizni special narxda 990 ming so'mga hozir ommaga yetmoqchimiz. Nima deb bo'laysiz? Bunaqa narxga, bunaqa taklif sizni fikringiz? Bunaqa narxga, bunaqa taklif. Siz aytasiz, u paytda bizni mana bunaqa narxda bo'lib to'lash ham yo'q sizlarda, bunaqa deb gapiryapsiz. Hozir shunaqangi imkoniyatlar qilib qo'yamizda, odam kelib o'qiyotganda bo'lib to'lish o'sha imkoniyati bor. Hozir esa onlayn darslarni arzimagan 990 ming so'mga, u nima u 990 ming so'm? U bir odamni bir oylik rasxodi ham emas-da даже. Da, mobilograflarning rasxodi bir kunda 990 ming so'm. Chunki hamma mobilograf qanaqa bilmayman, bizda lokatsiya yuramiz. Masalan,
yeb ichishimiz bor. Kunimizni ko'chada o'tgandan keyin расход qilasiz, конечно. Yeah. O'tayotganimdek, masalan, magazinlarga borganimizda ham usti boshimiz uchun ham kuniga shunaqa undan ham ko'p расход qilib qo'yamiz-da. Chunki ertaga boshqa kiyimni kiyinib borishimiz kerak, undan keyin boshqacha. Endi hamma mobilograf qanaqa bilmayman, men shunaqaman. No, endi bunaqa narxga bunaqa taklif berayotganda o'ylab ko'rgan bo'larmidingiz yoki nima? O'ylab ko'rmagan bo'lardim. O'ylab ko'rmasdingiz. O'ylab ko'rmasdim, chunki men uchun hozirgi kunda 990 minglik narsa xuddi arzondek. Chunki yetarli bilim yo'qdek his qilaman. Bu balkim noto'g'ri fikrlayotgan. Chunki men o'zimda 2 kunlik malaka oshirishim $500. 2 kun o'ziga. Menda kuniga 5 talab, 6 talab shogirdlar yozadi. Kuniga. Oyiga tasavvur qiling, 150 ta odam yozyapti menga. $500. Hamma iliq fikr bildiradi men uchun. Masalan, anaqa qilishmaydi, yo'q deyishmaydi. O'qiyman deyshadi. Nimaga? Chunki men ishimni ko'rsatib bera olmayman. Ommaga meni videolarimni orqasidan daromad olib kelishini odamlarga isbotlab qo'yapman-da. Qo'rqmaydi odamlar o'shanda. Shunaqa o'ylaydi, men o'zim ham shunaqa o'ylayman, qimmat narsa sifatli. Sizlardan oldin 3 yil oldin $300 normalniy summa bo'lgan. Sizlardan oldin $100lik, $50lik kurslar ham bo'lgan. Nima unaqaga qiziqmaganman? Qimmat narsa sifatli bo'ladi degan мнение menda bo'lgan o'sha payt. Po-mo'ymu 99% odamda o'zini hurmat qilgan 99% odamda qolgan odamlar aytmayapman. Qimmat narsa, конечно, kачественный bo'ladi deb o'ylashadi. Maslahatim, meni yomon ko'rib qolmaylik. Kurslarni narxini oshiringlar. Yo, u degani просто onlayn darslarimizga endi men masalan o'zimni malakamni oshirish uchun hozirgi kunda $500 ga onlayn dars sotib olishga ham tayyorman. Shunaqa kurslar ham bor. Chet elda bor qizlar beauty sfera. Yo'q, hozir sizda bunaqa imkoniyat bor. Endi tasavvur qilamiz, Toshkentda istiqomat qilmaydigan odam bu offlayn qanaqadir darslarga kelish imkoniyati yo'q yoki qanaqadir jostki grafik bo'yicha ishlayapti. Masalan, ertalabki soat 9 dan 7 gacha ishlar bu odam yoki kursga to'lash uchun qanaqadir moliyaviy tomonlama imkoniyati yo'q va oldingi sunnatni eslaymiz. То есть men ofitsiant bo'lib yurgan sunnat. Bunaqa imkoniyatda ko'ryapti. Именно shunaqangi hozirgi paytda imkoniyati yo'q, bu sohaga kiraman degan odamlarga biz imkoniyat yaratib beramiz birinchi navbatda bu bilan. Именно bunaqa narx bilan biz hozir nima qilyapmiz? То есть bu narxga odam kursini sotib olib, onlayn tarzda o'zini samodisiplinasini включать qilib, ketma-ket darslarni o'zlashtirib borsa, hozirgi kunda mukammal tarzda mobilograf bo'lib ish holatini olib borishi mumkin. Keyin уже xuddi siz aytib borgandek, bittagina kurs sotib olgandan keyin odam bo'ldi, menga boshqa narsa kerak emas deyish kerak emas. Nima qilish kerak? То есть ya'ni o'zini bilim ko'nikmalarini oshirdimi, bo'ldi. Zafiksировали, amalda qo'lladimi, keyin yana boshqa kursga borish kerak. Lekin yana kursga borish kerak. Постоянно o'zini ustida ishlab borish kerak. Har xil yo'nalishlar bo'yicha. Mana siz aytasiz, men pul hisoblamayman deyapsiz, sizga уже финансовый грамотность bo'yicha kurs kerak bo'lyapti. Hozir yo'q, men hozir bitta narsani aytmoqchiman. Faqat DIJda o'qiganman men. Bo'ldi, boshqa joyda o'qimaganman deb. Men qiziq. Yo'q, именно bitta sferada o'tganim yo'q, har xil yo'nalishlarda bo'laman. Masalan, qarang, mobilograf bo'lish uchun xuddi siz 1 yil yotib olib o'qing, o'zingizda bo'lmasa bir tiyin. O'zingizda harakat bo'lmasa-da. O'zingizda harakat, o'zingizda izlanish, o'zingizda fantaziya bo'lmasa bir tiyin. Men yoshligimdan уже menda mana shu narsa kuchli bo'lgan. Fantaziya, masalan, oddiy organizatsiya sohasi, organizatorman men как. Masalan, bitta narsani mana sizni ko'rdimmi? Sizga qanaqa obraz mosh tushishini уже yaratib tashlayman, bo'ldi. Даже shunaqa paytlar bo'ladi, menga stilist aytadi, "Sunnat tizzamda o'tir" deyshadi. Nimaga? Bu degani, sen bizga как opora, sen bizga ideya berib turasan. Shunaqa gapirishadi. Masalan, bizda sistema sal boshqacha. Keladi, postini makiyaj qilib bo'lgandan keyin keladi, postini olib, keyin uni olinadi vaqtdan o'tish uchun. Masalan, 2 soat vaqt ketadi maksimum. Men 9 da kelaman примерно. Kechqurun chiqib ketaman o'sha yerdan. Chunki o'sha qilinayotgan makiyaji, kiyayotgan kiyimi, hamma obrazigacha o'zim tanlab beraman. Zo'r. O'sha tomonlama ham nima desam bo'ladi, chekim balandroq sal. O'zimni ichimdagi narsani
o'zim xohlagan obrazda chiqarganim uchun videomni ham o'zim mazza qilib yasayman. Masalan, videorolik qancha bo'lyapti hozir bitta video qilish? Aytolmayman. Chunki hammaga har xil narx. $100 dan o'sha pastga turadi, sложностiga qarab. Chunki может bu narx arzondir. Ну, bitta doposi uchun bu narx normalniy. Chunki aytmayman-ku, $10 ga video oladiganlar ham bor. $10 ga video olib millionga chiqib ketganlar ham bor. Bu narsani yashirish kerak emas. Dunyoda bitta emasman. Ko'pmiz biz. Keyin boya gapga qaytaman. Obrazimdan ko'nglim to'lgani uchun videoni maksimum 10 minut yasab olaman. Professionalniy qilib 10 minutda videoim уже menda tayyor bo'ladi. Menimcha eng tez ishlaydigan mobilograf men bo'lsam kerak. 10 minutda yasab, любой mobilografni solishaman. Syomka qilib bo'lib, montaj masalan, ikkita videoni tashlaymiz, masalan. Ikkita bir xil video tashlaymiz. Любой mobilograf bilan solishim mumkin. Даже videograf bilan ham shunaqa videograflar bor. Endi men bu yerda kimnidir yomonlash uchun kelmadim, misol qilish uchun keldim. Shunaqa videograflar bor. O'sha to'rtta svet bilan keladi, prof kamerasi bilan keladi. Men bitta telefon bilan, вот, shuni ham aytib o'tishim kerak. Bir dona telefon bilan syomka qilayotgan mobilografman. Даже svet bo'lmasa syomka olmayman. Bitta masalan stilista sveti yo'qmi? Apparatlari yo'qmi? Bo'ldi, olmayman men syomkani. Chunki men uzoqda turaman, menga neudobno svet ko'tarib yurish. Mobilograflar orasida ham aylanadi. U bolani nima qilasiz? Svetlari yo'q, u bola yaxshi ola olmaydi. Qora fonda ham yuz oqarib ketadi. Yokida svetlar bilan to'g'ri ishlashni bilmaydi degan mobilograflar ham bor. O'sha mobilograflar meni oldimga kelganda, "Sunnat, qaysi programmada montaj qilyapsiz?" degan vaqtlar bo'lgan. Bu narsalarni men to'g'ri qabul qilaman. Baribir hamma ishda raqobat degan narsa bo'ladi. Menda ham raqobat bor. Shu anaqaga shular qatori menda ham raqobatchilarim bor o'zimga yarasha. Raqobatchilar meni tepaga ko'taryapti. Izlanishimga, yangiliklar yaratishimga sabab bo'lyapti. O'shalarga isbotlab qo'yish uchun emas, o'zimning ustimda ishlab tepaga chiqishim uchun, yuzaga chiqishim uchun harakat qilaman. Вот meni yoshligimda niyat qilardim, masalan, meni ham qayerdadir odamlar ko'rsin, qayerdadir tanisin, men ham chekelada qolib ketmayman, men ham bir tarix kitoblarida meni ham rasmlarimda turib, o'sha yilda tug'ilib, o'sha yilda vafot etgan, tam mashhur mobilograf bo'lgan degan narsalar bo'lganda. Menda ham. Hozir shu masalan odamlarni tiliga tushganim ham shu harakatim sabab bo'lyapti-da. Zo'r. Sunnat, birinchi navbatda sizdaqa o'quvchilarimiz borligidan juda ham faxrlanamiz. Bizda ta'lim olib, o'zingizni olingan bilim va ko'nikmalaringizni zo'r amalda qo'llab, yaxshi natijalar ko'rsatib kelyapsiz. Shu o'rtada ko'rganinglardek, живой o'zinglarni ko'zinglar bilan ko'ryapsizlar. Bu Sunnat qanaqangi aktyor emas, bu o'zimiz real o'quvchimiz. 2 yil oldingi videolarini o'quv jarayonlarigacha даже imkoniyat bo'lsa biriktirib qo'yamiz. Ko'rib tanimay qolasizlar shu odamni, menimcha. То есть bu bilan nima demoqchimiz bu podkastimiz bilan? Ya'ni bu sohada daromad qilish real. Agar siz ham onlayn yoki offlayn tarzda Sunnatga o'xshagan o'quvchilarimizga nima deydi, как пример qarab, men ham shunaqangi natija olisha olaman deb niyatda kursimizga yozilmoqchi bo'lsanglar, havola orqali o'tib, telefon raqamingizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi.